Obunachilar, bunaqa bomba qiymamizni hali hech kim retseptini ko'rsatmagan. Bitta like bosib qo'ying, ko'proq do'stlarga jo'natib qo'yinglar, inshaalloh videomiz manfaat bo'ladi. 1 kilo go'shtga 300 gram yog' qo'shamiz. Bu 5 kilo, 6 kiloga, 1 kiloga aytib ketaman. Bu biz kuzatgan holat. Kilosiga 200 gram piyoz solamiz. Kilosiga 50 gram non ketadi. Korendra qo'shamiz, kilosiga 5 gram. Zira solamiz, bu ham 5 gram. Qora muz solamiz, kilosiga 2 gram. Tayyor bo'lgan qiymamizni yaxshilab aralashtirib, maydalagichdan chiqarib olamiz. Yana ikkinchi marta chiqaramiz. Biz xohlagan qiyma bo'lib chiqadi. Ketdik. Qiyma qilishni bilmagan odam ham bemalol to'g'ri xohlagan razmerlarni ish ko'radi.